Keyingi sizlarga ko'rsatadigan gulim Ficus Benjamin. Shunaqa chiroyli bo'lib, adaptatsiyadan 100% o'tib, O'zbekiston sharoitiga moslashib, shunaqa g'ij barglayotgan Benjamin gullarimizdan bor. Bular restoranlar uchun o'rtaga chiroyli dekorativniy gul sifatida qo'yadigan bo'lsanglar, ishoninglar, shunaqa chiroyli bo'ladi. Shunaqa hamma kelgan klient shu gulimizni yonida rasmga tushib ketmaydi, ishoninglar. Bular hozir qaranglar, 15 million so'mdan sotilgan, adaptatsiyadan o'tgan, shunaqa o'zi kichkina ingichka gullaydi. Hammasi katta bo'lib, 2 yil ichida вообще chiroyli gabarit bo'lib ketdi. Bularni bizga joy bo'shatish uchun hozir skidkada 10 million so'mdan olsanglar bo'ladi. 10 million, qaranglar, 15 million so'mdan sotilgan. Shuni oxirigacha shu Benjamin edi. Hamma sotilib mana 3 ta 6 ta 8 ta bir xili bor. Mayli, bu kichkina 8 ta bir xil razmerli bor, kimga kerak bo'lsa.